1 minut qoldi, 2 minut qoldi, osmoni 8-mart bo'lishiga tabriklayman deb turib, Vselenniyni masshtabidagi bir праздник qilyapsizlar. Tinchinglar, akalar, o'zinglarni g'urringlar, chestinglar, bilinglar, chalab yangi yilni kutayotganda o'tiribsizlar, kutib po'q emasmi? 8-mart bo'ladimi, 18-mart bo'ladimi? Barali merkantilnilar uchun bayram hozir. Manga 25 santimetrli dildo keladi. Dinnaxo'y. Real dinnaxo'y. Uni aqli kichkinaligida garshokka oqib ketganlar uchun men alohida tushuntiraman. Erkak bilan qiz bilan farqi e'tibor, sevgi, muhabbati, umuman qadrlashib, ko'rsatish bu определенный kunni belgilab bermaydi. Bu erkak kishimi, ayol kishimi bir-biriga bo'lgan muhabbatini, bir-biriga bo'lgan e'tiborini faqatgina shu 8-martda kutib turib qilmaydi. Xohlagan paytda prosta shu o'zini partnyori uchun qiz bola bo'ladimi, yana qaytanaman, erkak kishi bo'ladimi, farqi yo'q. Partnyorini xursand qilgisi keladi, qaysidir bitta dalboyob kunda qarab o'tirmaydi. Tushunib olinglar shu narsani. Bu ko'pincha mana shu 8-martga sovg'a qilishim kerak deb kutib yurgan bolalar, konkretni aytaman, o'ziga ishonmagan, qiz bolani e'tiborini qanaqa qilib bo'lsa ham qozonishim kerak. Hali qizlar bir tingilmaydi hali bolalar. Ashtaqalar qiladi ko'proq. To'g'risimi shu narsa? Sizga qilib aytganda, akalar, babuinlar, chichib qo'ygan bolalarga o'xshab garshokka o'chirib turganda turmasdan, spekulativni marketing qilib, buketlarni 5 barobar qimmat qilib sotyap turganlarni boyitmasdan, shu qizlarning e'tiborini, mehrini qozonay deb. O'zinglar chestinglarni bilinglar, gordustinglar bo'lsin ozgina. Sizlarni realni sevadigan qiz bola birinchidan sizlardan hech qachon hech narsa so'ramaydi. Ikkinchidan xo'ras qand olib beringlar, shirribom 100 so'mlik olib beringlar. Shu begona odam Lamborghini Aventador bersa ham olmaydi. Sababi undan kerak emas begonadan. Lekin sizlar 100 so'mlik o'sha narsani beringlar, shunaqangi xursand bo'ladi. U uchun 8-mart bo'lishi shart emas. Luboy kuni. Shunaqa e'tibor qilinglar. Nafaqat bolalar, qizlarga, balki qizlar ham dushi mana shunaqa bolalarga shunaqa oddiy narsalar bersa, xursand bo'ladi. Bu yerda nimadir bergan emas, bu yerda o'sha e'tibori, esidaligi, mehrini ko'rsatish. Bu uchun hech qanaqa data, kun shart emas mehrini ko'rsatish uchun.